Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 2025-yil 14-may holatida Xudo xolasa mana jo'jalarimiz bu yerda Amrox, Adlerskiy, Lakenfelder, Forwerk, keyin Dakan to'g'lar ham bor. Xudo xolasa mana holatlari ideal holatda. Bularimiz shu 20 kunlik bo'ldi, Xudo xolasa. Mana kepak, keyin burullar yemi, start yemidan beryapmiz hozirgi kunda. Mana Xudo xolasa holatlari ideal holatda.